Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan Delfi 2026 Soccer futbol kanali. Bugun sizlar bilan birgalikda obunachimizda akkauntlarda agent ochib beramiz. Tepadagi ko'rganlar do'stlar opib akasiz omadlimiz qani ko'rib bering deyishibdi. Bo'pti, yo'q deyarmiymiz. Agent olyapmiz mana. Agent olindi do'stlar. Qani kim chiqar ekan? Agar 50 ta bo'lsak, men sizlarga streamda akkaunt o'ynayman. Streamda jonli efirda akkaunt kodini ko'rsataman, sizlar olasizlar. Mana beling ham qulflab qo'yishibdi o'zlari akkauntlari. Yaxshi. Bunday qo'ysa, Barkaliya, Robertson futbolchi olishibdi. Obunachim qani olsam agentni bismillahirrohmanirrohim deb ochamiz. Qani ketdik. 50 ta bo'lsak, albatta streamda akkaunt o'ynayman sizlar bilan. Ispaniyalik. Kim chiqar ekan endi? Kim? Kim? 80 strena. O'rtada o'ynaydi shekilli. Yo'q, himoyachi. Raul Asensio bo'lishi kerak. Yo'q, Ramon degan ko'k chiqdi. Like va obuna bo'ling. 74 lik o'yinchi Ramon himoyachi kabinetda turar ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'ying. 50 ta bo'lsa streamda akkaunt kodini ko'rsataman. Albatta akkauntni olishlaringga ishonaman. 50 ta bo'lsak albatta streamda akkaunt o'ynayman. Like va obuna bo'ling do'stlar.